Ipak yo'lida sayyohlik 2020 26 Toshkent xalqaro sayyohlik yarmarkasi boshlandi. Bu safargi tadbir barchamizga ma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra ilk marotaba onlayn formatda o'tkazilmoqda. Shu bilan birga xohlovchilar sessiya ishida qatnashishlari mumkin. Yarmarkada ishtirok etish uchun maxsus yaratilgan veb-saytda ro'yxatdan o'tish kifoya. U yerda Zoom platformasida o'tkaziladigan barcha konferensiyalar translyatsiya qilinadi. Tadbirni bosh vazir o'rinbosari, O'zbekiston turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ochdi. COVID-19 pandemiyasi sayyohlik sanoatiga va umuman jahon iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazdi. Turizm sektori xavfsiz turizmga e'tibor qaratib, zamonga mos ravishda o'z qadamlarini qayta ko'rib chiqishni boshladi. Pandemiya O'zbekistonni ham ayab o'tirmadi. Hukumat pandemiyaning O'zbekiston iqtisodiyotining barcha sohalariga salbiy ta'sirini minimallashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni ko'rdi. Shu bilan birga pandemiyaning iqtisodiyotga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun eng maqbul yo'nalishni tanlagan O'zbekiston prezidentining qarorlari va tashabbuslarini alohida e'tirof etmoqchiman. Imzolangan hujjatlar orasida turizm sohasini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmonlar va qarorlar ham bor. Bugungi kunda O'zbekiston xavfsiz turizmga e'tibor qaratmoqda. Xususan, pandemiya davrida mamlakatda xavfsiz turizmni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston xavfsiz sayohatlarga kafolat loyihasi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston xavfsiz sayohat kafolatlangan. O'zbekistonda xavfsiz turizm tizimi forumning 6 ta sessiyasi doirasida asosiy mavzulardan biriga aylanadi. Shuningdek, COVID-19 dan keyin turizm sanoatini qanday yaxshilash kerak, pandemiyadan keyin turizmni tiklashga qaratilgan investitsiyalar va G'arbiy Yevropa mamlakatlari bozoriga kirishni yaxshilash kabilar ham dolzarb masalalar qatorida bo'ladi. Ular Singapur, Rossiya, Buyuk Britaniya, Hindiston, Fransiya, Germaniya, Qozog'iston va O'zbekistonning turizm bo'yicha mutaxassislari tomonidan muhokama qilinadi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon sayyohlik tashkiloti bosh kotibi Zurab Pololikashvili ham yarmarkaning ochilishida ishtirok etdi. Janob Aziz Abduhakimov, hamkasblar, 2020-yilga Xalqaro Ipak yo'li sayyohlik ko'rgazmasiga xush kelibsiz. O'zbekiston Butunjahon turizm tashkilotining faol va obro'li a'zosi hisoblanadi. Mamlakat so'nggi 4 yil ichida juda ko'plab yutuqlarga erishdi. Shu jumladan dunyoga mashhur turistik davlatlar sifatida o'sdi. Men O'zbekiston hukumatini amalga oshirgan ishlari bilan, shu jumladan barqaror mintaqaviy turizmni rivojlantirish bilan tabriklayman. Samarqandda Xalqaro Ipak yo'li universitetining ochilishi shu yo'nalishda olib borilayotgan oqil siyosatning bir ko'rinishidir. Turizm ta'limi ayni soha uchun yangi yetakchi kadrlarni tayyorlaydi. Qishloq turizmini rivojlantirishga e'tiborni oshirib, yangi g'oyalar uchun maydon bo'ladi. Sizlarga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman va tez orada O'zbekistonda ko'rishguncha deb qolaman. Ta'kidlash lozim, mazkur sayyohlik yarmarkasi 1995-yildan beri muntazam ravishda o'tkazib kelinadi.